Bolamiz yaxshi bo'lishini xohlasak, ko'proq istig'for aytaylik. Hadeb so'ka olmasdan uni. Falonchining bolasini qara, u nima yeyapti? Falonchini ko'r, ana qilyapti demasdan istig'forni ko'paytiraylik, Alloh bolamizni isloh qilib beradi. Biz o'zimizni qo'limizga, harakatimizga suyanamizda, Robbimizga suyanmay qo'yganmiz. Biz tuzatib olamiz, unut to'lab tashlayman, mana shu narsadan mahrum qilib qo'yib, otib chop yo'q. Istig'forda aytsak, Alloh bolangni ham tuzatib beraman deya. Bilamizmi shu narsani biz? Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun. Parvardigor, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod va xurramlikni ato etgin. Ayolidan, farzandidan inson qachon shod va xurram bo'ladi? Qachon ularni ko'rganda ko'zi quvonadi? Qachonki tarbiyasini zo'r qilgan bo'lsa, yoshligida parvarishini zo'r qilgan bo'lsa, halol yegizgan bo'lsa, Allohni tanitib, bolasini haqlarini bergan bo'lsa, bu bola katta bo'lganda albatta